Haftada roppa-rosa bir marta hammomga borishni boshlasangiz, tanangizda nimalar sodir bo'ladi? Avvaliga shunchaki isinyapman deb o'ylaysiz, lekin ichkarida haqiqiy xaos boshlanadi. Atigi 5 daqiqadan so'ng teringiz harorati 40 darajagacha ko'tariladi. Tana sizni isitmasi bor deb o'ylaydi va favqulodda sovutish rejimini yoqadi. Siz litrlab suv yo'qota boshlaysiz. Ter bilan birga toksinlar chiqib ketadi, lekin qon quyuqlashadi. 10 daqiqaga kelib yuragingiz urishi daqiqasiga 150 tagacha tezlashadi. Bu dangasalar uchun haqiqiy kardio mashg'ulotdir. Tomirlar kengayadi, qon bosimi tushadi, qon esa har qanday turgunlikni haydab, joshib oqa boshlaydi. Lekin eng muhimi hujayra darajasida sodir bo'ladi. Issiqlik zarbasi uyqudagi agentlarni, issiqlik zarbasi oqsillarni uyg'otadi. Ular shikastlangan dinklarni tuzatishga kirishadilar va qarishni tom ma'noda sekinlashtiradilar. Ilmiy isbotlangan, barcha sabablarga ko'ra o'lim xavfi 40 ga kamayadi. 20 daqiqadan so'ng miyangiz kuchli endorfinlar kokteylini ishlab chiqaradi. Siz rohatlanasiz, xavotir esa yo'qoladi. Bir oylik bunday tashriflardan so'ng siz shamollash nimaligini unutasiz. Teringiz mukammal holatga keladi, uyqungiz esa bolalikdagidek chuqur bo'ladi.